hozir sizlar bilan 75% va 84% bo'lib kelgan chegirmali olmosni olamiz. Demak, bu komanda, ya'ni team asosiy team bo'lmas hozir. Demak, Ronaldo asosiy tarkibda tushadi, asosiy teamda. Mana qo'yib tushadi. Demak, olishni boshlaymiz. Mana 84%, keyin 75%, ikkalasini ham olamiz demak. Mana katta 1000 ta olmos va 7000 ta coin. Mana olinyapti hozir. To'lov amalga oshirilmoqda. To'lovni ichib ketdi mendan. Va 1000 ta olmos olindi. 7000 coin bilan. Mana do'stlar, va keyingisini ham olamiz. Menimcha qulay narxi ancha. 180 tani. To'lov ichilmoqda. Mana to'lov ichildi. Va 180 ta olmos ham olindi. Jami 8955 ta olmos bo'ldi. Men olmoslarni qarayapman, asosan legendariy futbolchilar keladigan bo'lsa, o'shani ochish uchun. Или 25 ta legendariy agent ham qo'yib qo'yibman. Ya'ni